Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Muz saroyi. Bunaqada o'zi Toshkentda Muz saroyiga keldik. Bugun 6-iyun hayit kuni Muz saroyiga kelib xohlasa bir yayrab yuribmiz. Videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, bitta aniq like bosib qo'ysangiz xursand bo'lib qolamiz. Aniqadan kelmasa, masalan, bosqidan kelmasa shart emas. Bosqidan kelsa, like bosib qo'ysangiz xursand bo'lib qolamiz. O'yingohlari ozgina sal naqaligi bor ekan. O'zi masalan qimmatli bor ekan. Endi atak bo'ladi. Bitta chiqishi o'rtacha 30-35 ming ekan. O'yingohda har bitta odamga bitta o'yingohga chiqish 30-35 ming so'm. Atak maza qilib o'ynab kulib yayrab ketasizlar. Go'zal joy, mazza qilibsizlar. Yozda ham ichkari muz, iloji bo'lsa ustunlarga birata anaqa kurtkamiz, sparkam olsa yaxshiroq bo'ladi. Bitta ichkari sovuq ekan. Havo sharidamiz 30 mingdan bir kishi. O'ta go'zal joylar. Bolalar bilan oilaviy kelsalar mazza qilib ketasizlar. Qani? Narsa yetalayapti. Ha, ko'rdim. Bizani sheringlar. Hammaga rahmat.